Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz vatandoshlar, aziz ziyoratchilarimiz. Navbatdagi guruh ziyoratchilarimizni 8-avgust sanasiga kelgan ziyoratchilarni Qubo masjidiga, Masjidul Qubo masjidiga olib keldik. Inshaalloh bugun 9-avgust sanasiga ziyoratchilarni ziyorat qilib, bu yerda 2 rakat namoz o'qib, niyat qilib chiqamiz albatta. Endi boshimiz birgalikda mana hamjihatlik bilan juda ham chiroyli va hamjihat guruh ekan. Men o'zimga ham yoqdi. Shaxsan o'zim kutib olib, chiroyli holatda ibodat ziyoratga yordam beryapman liboslarda. Chunki qanchalik insonlar birgalikda hamjihat bilan liboshiga bo'ysungan holatda yursa, maza qilib ibodat qiladi. Men ham qiynalmayman, liboshi ham qiynalmaydi. Bu yerda mashinalar ham bor, xizmat ko'rsatuvchi. Bepul, pulli emas bular hammasi. Bepul shu haramda asosan ayollarni olib turib, nari tomoniga namoz o'qigan joygacha olib boradi. Ayollarni oladi, erkaklar. Nimadagi Saudiyadagi ulamolar aytgan joy bor. O'sha Qubo masjidini avvalgi mehrobini o'rni bor. O'sha joyga boramiz. Bizga emas.